Asabiylashishga xalqona davo ayting. Ko'zini o'yag'amiz hozir. Ko'zini chiqarib yuboramiz hozir. Uy sharoitida asabiylikdan, shitagitkadan, ya'ni buqoq kasalligidan, yod yetishmasligi, bolalar kechqurun siyib qo'yishidan, tushundingizmi? Ya'ni uni qarang. Poliplardan, ichingizdagi har qanday, tushundingizmi? Nima narsa kerak? Uyqusizlik, asabiylik, siydik ushlolmay turishlik, siydik, недержание мочи. Tushundingizmi? Mana. Перегородка грецких орехов. Yong'oqni o'rtasidagi. Xohlasangiz nastoyka qiling, xohlasangiz ezib turib qaynatib suvini iching. Nastoykasi yaxshiroq. Tushundingizmi? Qanaqa qilinadi? Bir hovuch oling, 2 barobar spirt qo'ying. Bir 2-3 hafta quyoshga qo'yib qo'ying. 25 tomchidan 2-3 mahal iching, suvga solib. Tushundingizmi? Yoki bir osh qoshiqini bir 200 grammga solib, bir qaynatib olib, yaxshilab rang chiqqandan keyin iching kun davomida, ko'zini chiqarib yuboradi. Zobkada yaxshi. Maza qilib uxlaysiz. Bo'llaringizni bersangiz siyib chiqmaydi. Qilasizmi yo'qmi? Xo'p deng. Aytdingizmi? Qiling shuni, baraka topkur, qiling shuni. Tushundingizmi? Вообще asabiylashmaysiz. Вообще. Hurrakda o'tib shuda uxlaysiz. Bo'pti, boring qiling.